Endi 10 ming dollarga mana bunday hovlida uy solib yashagan yaxshimi yoki 2450 dollarga tayyor ko'chma konteyner materialdan solingan uylarda olgan yaxshimi? Do'stlar, bu tayyor holatda bo'ladi. Eshik derazalar bilan birgalikda bo'ladi. Tayyor ko'chma uy hisoblanadi. Do'stlar, ichlarini bitta ko'rib qo'yasizlar. Devorlari 2 qavatdan bo'ladi, utupelit qilingan. Hattoki dekor plastlari bilan qilib beradi. Menga to'pli pol qil desa, to'pli poligacha qilib berar ekan, gilamlarni ham solib berar ekan, tepalari ham polni plastiklarni qilgan. Bu tayyor montaj qilingan do'stlar. Bu hech narsa emas. Ichkarida tayyor mana bunday hammomlari ham o'zida bo'ladi do'stlar. Aristoni, rakovinasi, dushlari, hattoki mana bunday hojatli chashkalari bilan bo'ladi do'stlar. Agar mana shunday holatdagi kelyapsa 2450 dollarga bo'ladi. Menga sanuzelli hammomi kerak bo'lsa-lang, to'liq ichi 6 metr bo'ladi do'stlar. Unisi 1750 dollarga bo'ladi. Televizor, konditsionerni qo'yib beriladi desalang, uni ham qo'yib beradi. Faqat summasi ozmas qo'shilib qolar ekan. Menga tayyor konteyner kerak desalang, 900 dollarga olsang ham bo'ladi. Hammasi dastavkani vodingizni mutlaqo tekin. Uzoq yillarga narx qo'shilib qolar ekan. Bundan bitta olinglar, xohlasalang do'kon, xohlasalang ofis qiling, xohlasalang qishda yashanglar, zo'ridan bo'ladi.